Hazreti İsa elçisi bilan tog'dan tushib, tuz bir yerda turardi. Ularning oldiga nurg'un shogirdlar hamda Yerusalim shahridan, jumladan butun Yahudiya o'lkasidan kelgan kishilar to'p-to'p bo'lib kelib yig'ilishdi. Hatto dengiz bo'yidagi Tir va Sidon shaharlaridanmi nurg'un kishilar kelgan edi. Ular Hazreti İsa'ning ta'limlarini anglash va kasallarga shifolik izlash uchun kelgan edi. Jinlar dastidan azoblanganlarmi kelib, shifolik tepishdi. Ko'pchilik qo'llarini Hazreti İsa'ga takkizib olishga tirishadi. Chunki uning vujudidan kuch-qudrat chiqib, ularning hammasini saqaytib atadi. Ondan Hazreti İsa shogirdlariga qarab mundaq dedi: "Ey yo'qsullar, ne kadar baxtliksizlar. Chunki Xudoning podshohligi sizlarninkidir. Ey oshqog'onlar, sizlarmu ne kadar baxtlik. Chunki Xudo sizlarni to'liq qanoatlantiradi. Ey yig'layotganlar, sizlarmu baxtlik. Buningdan keyin shod xuromliqqa cho'misizlar. İnson o'g'liga ergashganliginglar uchun ba'zilar sizlardan nafratlansa, yuz o'risa, sizlarga tuhmat, haqorat qilsa, sizlarni yomon desa, ne kadar baxtliksizlar. O chaqda shod xurom bo'lib tantana qilinglar. Chunki arshda sizlar uchun ko'p inom saqlanmoqda. Bu qora niyatlarning oti bo'vlari burunqi payg'ambarlarga shundoq ziyonkashlik qilgan. Lekin holinglarga voy, ey boylar, rohat farog'at sizlarga yor bo'lmas. Holinglarga voy, ey qorni to'qlar, ochliqda qolisizlar endi. Holinglarga voy, ey kulayotganlar, hozir tutib yig'laysizlar endi. Xaloyiq sizlarni maqtaganda holinglarga voy. Chunki Xudoning g'azabiga uchragan burunqi soxta payg'ambarlarmi bu xalqning oti bo'vlarining maqtishiga erishgan. Quloq silib anglanglar. Sizlarga dushmanlik qilganlarga mehr muhabbat ko'rstinglar. O'shmanlik qilganlarga yaxshilik qilinglar. Sizlarni qarg'aganlarga baxt tilanglar. Sizlarga yomon muomalada bo'lganlarga duo qilinglar. Sizlarning o'ng yuzinglarga ursa, so'l yuzinglarni tutib beringlar. Birisi sizlarning chopininglarni ilib ketsa, ko'nglinglarni selib beringlar. Birisi sizlardan bir nima tilasa, tiligini beringlar. Birisi sizlarning biror narsanglarni ilib ketsa, uni qaytarib berishni so'ramanglar. Boshqalarning o'zinglarga qanday muomala qilishini kutsanglar, sizlarmi ularga shunday muomala qilinglar. Agar sizlar o'zinglarni yaxshi ko'rganlarga mehr muhabbat ko'rsatsanglar, buning maqtangudek nari bor. Gunohkorlarmi o'zini yaxshi ko'rganlarga mehr muhabbat ko'rsatadi. Agar sizlar o'zinglarga yaxshilik qilganlarga yaxshilik qilsanglar, buning maqtangudek nari bor. Hatto gunohkorlarmi shundoq qiladi. Agar sizlar qarzni qaytara oladiganlarga bersanglar, buning maqtangudek nari bor. Gunohkorlarmi aynan qaytarish sharti bilan boshqa gunohkorlarga qarz beradi. Yo'q, sizlar dushmaninglarga mehr muhabbat ko'rsatinglar. Ularga yaxshilik qilinglar. Boshqalarga qaytarib olishni o'ylamaylar, pul qarz beringlar. Shu chaqda arishda
mo'l inomga erishsizlar va ulug' Xudoning farzandi bo'lganliginglarga guvohlik bergan bo'lasizlar. Chunki Xudo yaxshilikni bilmaydiganlarga va yomonlarga shafqat qiladi. Erishdiki otanglar mehribon bo'lganidek, sizlarmu mehribon bo'linglar. Boshqalarning ustidan hukm qilib yurmanglar. Sizlarmu Xudoning hukmiga uchirmaysizlar. Boshqalarni ayblamanglar. Xudomu sizlarni ayblamaydi. Boshqalarni kechiringlar. Xudomu sizlarni kechirim qiladi. Boshqalardan hech nimani oymanglar. Xudomu sizlardan hech nimani oymaydi. Hatto sizlarga cho'ng o'lchiguchga liq chingdab to'ldirilgan inomni taqdim qiladi. Sizlar boshqalarga qandoq o'lcham bilan o'lchab besanglar, Xudomu sizlarga shundoq o'lcham bilan o'lchab beradi. Ondan Hazrati Ayso ularga tamsil orqali ta'lim berib, mundaq dedi: Qarg'uni yetaklab mangolmaydi. Unda qilsa, har ikkilisi o'rg'i tushib ketadi. Shogird ustozidan ustun turmaydi, lekin u o'qib yetishgandan keyin ustoziga o'xshash bo'lalaydi. Nima uchun birodaringning har kipikidek kichik savallikni ko'rib, o'zingdagi limdak cho'ng gunohni ko'maysan? O'zingdagi shuncha cho'ng gunohni ko'may turib, birodaringga ko'zingdagi har kipikini ilib etay deyishing qandoq gap? Ey soxtipes, avval o'zingning ko'zidagi limni ilib et. Buning bilan aniq ko'rib, birodaringning ko'zidagi har kipikini ilib etalaysan. Yaxshi daraxt yomon meva bermaydi. Yomon daraxtmi yaxshi meva bermaydi. Har qandoq daraxtni bergan mevasidan farq etgili bo'ladi. Tikandin anjur, yantoqdan üzüm olg'ili bo'lmaydi. Shuningga o'xshash yaxshi odam qalbidagi yaxshiligidan yaxshilik chiqaradi. Yomon odam qalbidagi yomonligidan yomonlik chiqaradi. Chunki ko'ngilda nima bo'lsa, og'izdan shu chiqadi. Sizlar ajab meni Rabbim deysizlar-yu, buyruqlarimga amal qilmaysizlar. Amsa mening oldimga kelib, so'zlarimni anglab amal qilganlar kimga o'xshaydi? Ular xuddi uluni cho'nqur qezib, qo'ram toshning ustiga imorat solgan kishiga o'xshaydi. Kelkun kelganda uning kuchli hujumi undaq imoratni qimir qilg'izolmaydi. Chunki u puxta selingan. Lekin so'zlarimni anglab turib, amal qilmaydiganlar ul qurmay quruq yerning ustiga imorat solgan kishiga o'xshaydi. Bundaq imorat kelkunning hujumiga uchirgan hamon o'rilib, butunlay gumron bo'ladi.